Hürmetli millettaşlar, kon kardeşler, sizni 23 iyunda Saban to'yini kutamiz. Rahim etib kelingіз, bek ko'ngilli bo'lashaq. Jırları, garmonları bilen eğlenip kildi Saban toylar. Saban toylar, hizmet hem şadlık toyu. Bizning büyük halimiz, din ehlimiz Şehabuddin Merceri'nin şunday sözleri var. Milletni saqlash uchun narsa kerak, dindan qolatag'in 3 narsa kerak degan. Bu urf-odatlar, milliy kiyim ham milliy osh degan. Saban to'yida urf-odatlarda milliy osh da, milliy kiyim de var. Ham kelajakda da shulay bo'lsin. Qadrli do'stlar, avvalgi bayramni